Do'stlar, hozirlar bilan birgalikda 7 sotix yer maydoniga ega bo'lgan hovlini video obzorini ko'ramiz. Ushbu xonadonimiz sotuvga qo'yilmoqda. Umumiy hisobda olganda 2 xona, oshxona va sanuzellari qurib qo'yilgan. Bemalol yashashga sharoitlari bor. Gaz, svet, suv, kanalizatsiyadan muammo yo'q. Birgalikda planirovkalari bilan tanishib chiqamiz. Ushbu xonadonimizga bemalol o'zingizga moslab turib 2 qavat yoki 3 qavatli kottej formidagi hovlini qurishingiz mumkin. Alohida tandir xonalari bor. Undan tashqari esa qurilishi yakunlanmagan o'zini binolari ham mavjud. Ushbu joyimiz 4 burchak joylashgan. Aka-ukalar bemalol 2 ga bo'lib ham menimcha uy qursa bo'ladi. O'zingiz qolganlarini o'lchab, nima deydi, chamalab turib loyihalarni amalga oshirishingiz mumkin. Ushbu xonadonimizda jihozlarsiz sotuvga qo'yilmoqda, ya'ni pustoy holatda yangi egalariga topshiriladi. Birgalikda tandir xonalarini ko'rib, keyin esa uyning ichiga kiramiz. Oshxonalari ushbu xonadonimizda alohida qilib qo'yilgan. Do'stlar, ushbu hovlimizni narxini 50 ming dollarga baholashmoqda. Albatta, kamaytirib beradigan joylari bor. Ekraningizda turgan raqamlar orqali bemalol bog'lanib, savdolashib, xarid qilishingiz mumkin. Manzilimiz esa Farg'ona shahar Vatni fabrikani shundoqqina yonidan qon quyishni to'g'risidan kirib kelganlaringda 6 yildan beri foydalanilmayotgan shu temir yo'l vetkasini yonidagi 7 sotixli hovli bo'ldi. Bemalol egalari bilan bog'lanib, savdolashib, xarid qilsangiz bo'laveradi. Gaz, svet, suv, kanalizatsiyadan esa muammo yo'q.